Hürmetli obunachilar, 27 oktyabr 2025 yıl mashinalarni bir qator kech o'sam obzor etib o'tamiz. 2023 yıl qora svet style variant 23 ta oxirida kelgan. Hamma narsasi bor. Metan gaz, hamma narsasi bor, короче, chexol, polik 22.300 kilometr yurib turibdi. Kraskasi toza, qora svet. Narxi 140 milyon so'm. 13 milyon so'm bilan chiqadi avtokreditda. Oylik to'lovi 4 milyon 58 ming so'mdan tushadi. Kimga qiziqarli bo'lsa, yana bosib beraverasizlar. Avtomat korobka. Barter naqd kredit etib beraveramiz. Keyin Matiz mashinamizni aqsham barter olib qo'ydik. 2006 yil lyuks konditsioner Beast 23-24 ta metan qo'yilgan. 4 tane paket balonları bor. Halal 412 ming probeg yurib turibdi. Mashina bahası 22 ga hisoblab oldik, 22 olsa beramiz. Keyin Darkman Blue 2024 25 RCA balon, pesочный far, cruise control, pultda zavod bo'ladi, pokoleniya 90'lik propallar bor. Narxi 147 milyon so'm. 2024 1 yil bo'lgan mashina. 25 ku hozir, 24 noyabrda kelgan. 21.300 kilometr yurib turibdi, tayyor mashina. Doğru alıp haydab ketaverasizlar. Bunda hamma narsasi bor. Kredit olaman desangizlar 21 milyon bilan chiqadi, oylik to'lovi 4 milyon 68 ming so'mdan tushar ekan. Keyin Gentra mashinamiz 2023 yil 24.500 kilometr yurib turibdi, Megaport, yumshoq balon, hamma narsasi bor. Metan gazlar ham, pokoleniya monitorlar ham bor ekan. Buni bahası 142 milyon so'm, 14 milyon so'm bilan chiqadi avtokreditda. 5 ila 3 milyon 700 dan tushadi, kraskalari radmoy. Keyin 2024 qora svet avtomat style Magigar 908'lar bor, benzinda mashin. 9100 kilometrmi? Ha, 9100 kilometr yurib turibdi. Narxi 150 milyon so'm. Birinchi nomerlar olingan, 9100 kilometr yurib turibdi. 20 milyon bilan chiqadi ekan bu. Yo'q, 18 milyon bilan chiqadi endi bu. Bahasini pasaytirdik, 150 olsa 18 bilan chiqadi, oylik to'lovi 4 milyon 70 ming so'mdan tushadi ekan. Bosib beraverasizlar. Metan qo'ydirib bersak 3 milyon so'm qimmatroq bo'ladi. 153 ga metan qo'ydirib beramiz. Qop-qora svet 2024 da 25. Keyin 2025 Cobalt style. Nov desangizlar bor bunda, yumshoq balondan o'zim qo'ydirib qo'yibman. Cruise control, pultda zavod bo'ladi, pokoleniya metan tiylar to'shalgan, polik, hamma narsasi bor, kraskasi radmoy. Xo'sh, bu 7000 kilometr yurib turadi. Men haydab Surxondaryoga borib, to'yga borib keldim. 9280 kilometr yurib turibdi. Kreditda olaman desangizlar 27 bilan chiqadi, 26 bilan ham chiqadi bu. Oylik to'lovi 4 milyon 289 dan tushadi ekan. Kimga qiziqarli bo'lsa telefon uraverasizlar. Like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz. Rahmat, sog' olasizlar. Sotiladigan mashinalar bo'lsa bemalol şöyle etkizingizda naq pulasizda 5 mashina pul bazı. Naqshtir sanab üstünde alamiz. Bu 2020 mexanika. Maş 100 ming yurgan. Buni ham satacak. 120 dan kelishib beradi mexanika. Kraskasi kapotunda petno uchunda kraskasi bor dedilar. 120 dan 1-2 so'm qaytib beradilar. Size hammaga rahmat. Kech o'sam reklama etdik. Adresimiz Bag'at Grup'tan gelaverishda Elektrosit Milliy Gvardiyan doğrusunda, bir yandan Diamond Kafe'ne. Diamond Kafe'nin sitafor, mal bozar sitaforun ötkende onun da bo'ladi. Rahmat, sağ olasınlar.